Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana echkini ham o'sha xotini bor. zo'radan ekan. Qo'chqor bo'lsa kerak bo'lsa, Qo'chqor 2025-yil 15-may. Taka bo'lan bir so'ra. Taka deyiladi. Olsam 100 ming qo'shi olaman shu. 36 ga olmasam 3 million. Yo'q, qoldi chiqqan savdosi bor, olyapman. Shu so'yilib ketmasin. Bitta dehqonga beraman. Ya menga ham xo'rak. Otamizda bir-birimizga Necha pul savdosi bo'lyapti? 3 million. 3 million savdosi bo'lyapti ekan. Ve otamizda. Ish bitadi, baribir kimni ish bitadi. Yaxshi. Hopsi zo'r-da. Xo'ra juda xo'rada bu. Yaxshi, hamma narsani yerkan. 100 ming qo'shi olaman deyapman. Ko'tarib berasiz. Biz Namangan viloyati G'urumsaroy bozoridamiz. Mana shu echkilarning narxi, qo'ylarning narxi qanchaligini aytib o'tamiz. Video boshida obuna bo'lib, like bosib tursalar, xudo xolasa kanalimizga birinchi bo'lib boradi. Aka necha yil bo'ldi Qo'chqor? 2200. 2200. Rahnalarni ham ko'pchilik so'rashadi. Dehqonlardan ham oling deydi. Dehqonlar ham xudo xolasa o'tamiz qo'zlarga ham. Qo'zlar ham o'ta narxlari ham arzonladi mana. Nechta savdo bo'lyapti aka? Berang ustaga 3 marta qaytib keldik. Qaytarildi. Ikkitasi 4 million bo'lyapti ekan mana. Bering. Ustaga bering 3 marta qaytib keldik. Qanchaga bo'laymi? Ya, ikki ko'rgan. Bering. Begimda, qamay, qo'ydan ham begimda bo'ladi. Aka necha pul bo'lyapti savdosi? 4 million. 4 million. Ha. Ikkitasi 4 million. Mana haftani cho'pa haqiqatdan o'zlarida ma'lumotini beramiz. Aka bular Qo'chqormi so'liqmi? Erkak. Bari erkak, ha? Aya. Nechta soni? Son 20 ta. 20 ta. Haqiqatdan ahsani qo'zlari, asl sifatli zo'rlarda har safar keladilar. 26 dan kami bor. Dastavkasi aka? Dastavkalari ham bor. Bormi? Bor. Qayergacha? O'zbekistonning 4 chekkasiga. Bo'ldi. Aka necha puldan qilib berasiz buni? Bir jek olsa, dangal. Beraman. Qancha? 23 dan berib yuboraman. 23 dan beraverasiz. Dangal. Adashmadingizmi? Yo'q, adashgan yo'q. Bu telefon nomerni ayting. 93lik. 93lik 325 325 60 58. 60 58. Telefon qilsa yana o'tib berasiz. Haqiqiy cho'ponni o'zlaridan mana olaverasizlar. Arzon lekin o'ta dahshat o'zlari. Zominning archasini yalagan qo'zlar. Haqiqiy cho'ponni o'zlaridan mana 2 million bilan beraman dedilar. Haqiqiy qo'zlar ham qarashallardan ham bor ekan aka. Aka necha pul bo'ldi bu qo'zi? 3,5. Voy, bo'ynin tagiga tushirib ham Semiz aka. Semiz. Hop, zotga mana haqiqiy semiz katta qo'chqorlarga o'tdi. Aka yosh qanaqa buni? Qo'zlarlar. Qo'zi? Mana shu ko'rsatib olaylik mana shularga. shak. Ha, aka. Yo'q, qo'zi aka. Qo'zi. Zot yo'nalishiga ama qiziqqanlarga ama haqiqiy chiroyli sifatli, cho'tgina aka. Kattaligi bu salka pribetim. Hozir kashtanida. Aka necha pul deyapsiz buni? 7,5. 7,5. Bular qog'oz emas ekan. 7,5. O'tib beraverasizmi? Kam bor-a? Telefon nomerini qo'yib qo'ying. 91lik. 91lik 055 055 90 90 13. Dastavkasi. Berasiz-da? Bo'ldi. Ama haqiqiy qo'y yaxshi sotagan mana.
Kankini chiroyli narsa. Sotildi aka. Nech pulga? 60 birdan. Tortib berishga 60 birdan. Trivasiga. 61 ming so'mdan. 61 ming. Qotib olish. 81 kilo. 81 kilo. Bu tomondan olaverasiz. 82 kilomi? 82. 82 kilo. Oskara boris. 85 kilo. 85 kilo. 85 kilo. Rasm yo'q. Ha, olyapti. 13 kilo chiqdi. 82 kilo. Ama kapı yaşıyor. 75 kilo. Maniki da olyapti. 90 kilo. 83. 83 kilo geziyor. Altmış bir ming so'mni tarozi qo'yib berishdi. 200 foydasiga berasan shu bolaga. Ber shu bolaga, ber ukanga, qancha Boburga? 52. 5 mingga 200 ming. Haqiqiy qo'chqorni ham legenda. Davom ettirchi. Davom ettirchi. Legendasi. Aka nech pul savdo bo'lyapti? Tog'a, nech pul savdo bo'lyapti? 10 million so'm. 10 million so'm. O'zi nech pul deyapsiz buni? $1000 deyapti. $1000. 15 ham deganmi? Dastlabki ham qilib beraverasizmi? Ha. Telefon nomerini ayting. Qancha? Kelishasiz-da? Men Samarqandga Yo'q, qarshi o'zimiz o'zlarga. Vodiyga bo'lsa dastlabkasi. Ayting. 91lik. 91lik. 684. 684 28. 83 28. Qolgan ma'lumotlar o'zingizdan olishaveradi. Haqiqatda o'ta zo'r zot yo'nalishiga. Bundan kattalari ham bor. Kattalari ham bor-a? Kichkinasi bu. Bu tortib ko'rganmisiz hech? 150 kilo. 150 kilo. Haqiqatda qo'chqor zo'r ekan. Sal tortib qo'ygan shaqda. Sig'mayaptimi? Videoga sig'mayapti. Haqiqatda zo'r ekan. Zot yo'nalishi. Razrezni qarang. O'ta yaxshi. Ming deyap. To'rt tushaga. Kichkina siz kattasi ham bor. O'zlariga tavsiya qilaman. Yo'q, yonboshlatib qo'ying baqa. Yonboshlatib ko'raylik. Sig'mayapti-da. O'sha oldi to'shlarni yaxshi ko'rib olsin. Gap o'zlari ham mana kuchlar yetmayapti. Qo'chqor o'rta baquvvat, katta semiz. Boshqa odam bor ekan. Legendasi. Ishlaga buni yonda ishlamash kerak ekan. Endi hamma qo'yni olib chiqaradigani bu bozor kichkina bozor. Hech qanday katta emas. Popni Urum So'roy bozori. 1,5. Ikkita sovliq. Qancha bo'ldi tog'a bular? 2500 2550 dan 51 bo'ladi, ha? Qo'chqor ekansiz. Yaxshi ekan. Olsa 2900 ming beramiz. 100 ming ham beramiz. Ana arzon ko'pincha. Bo'ladimi? Ha? Ya sizga bo'ladimi hali? Oğlum 2 milyon zaten narxini olavering deyapman. Oğlum tushunmayapsiz. Neden tushunmayapsiz? Qanchaga bo'ldi baraka endi aka? 2 million 800 olib ketdi. Bir chupi ya? 2 million 800 ming so'm bir chup. Beradi Haqiqiy arzonchi, o'ttinchi bo'laman haqiqiy ko'zlarni, legendalardan. Haqiqiy arzon variantlarni so'raganlarga haqiqiy qiziqaman mana. Buni yengil. Aka, bu yoqlarni nech puldan qilib berasiz? Aka bular 1 million 200. 1 million 200 ming so'mdan. Kamichi? Qanday endi? Dastlabkasi ham bor-a? Bor.
qilib berasiz, telefon qilsa. Telefon nomerini qo'yib qo'yamizmi aka? 97lik. 205 47 77 ha. E'lon qilishyapti aka. Bular 1.400 dan bo'ladi. 1.400 dan. Ha, bular katta rollar. 1.400 aloqachilarning ishlaring bitadi. Bitta so'ragan puli arzon. O'ta yaxshi g'oyablardan ekan, pul yengillaridan. Ana bola nech pul bo'ldi aka? 5 million 50. 5 million 50 ming. Bolasi qo'chqor ekan. Arzon, bolasini puli. Zo'rlarida. Bular 1 million 400 dan sotilibdi, ikkitasi. Bular 1 million 200 dan ekan. O'lib ketadi bari. Sana olmasam, sana olsam. Ularni xotinlar aldamasligini bilan. Mana bu olib xotinlar turibdi. Aka, ular nechmi bo'ldi? 500 ming. 500 ming. Sizlarcha bular uchalanda olindi shekilli, ha? Sotilaveradi ham. Bular hop ikkitasi qo'zi, ikkitasi to'qli shekilli. Ikkalasi to'qli kattaroq. Bu ikkitasi qo'zi. Hop. Buni nech pulga qilib berasiz? Bo'ladimi? Ikkalasini olsa, Ikkitasini olsa nech pul? to'qlilarda olishdan bo'lsa 34 dan dasturga beraman. 34 dan to'g'risi baland. Buni ikkitasi qo'zichi. Ikkalasini 5 millionga dasturga beraman. Baland bunlar shular. Ikkalasini 100 million o'tib beraman. 200 million o'tib bering. 100 mingdan 200 mingdan o'tib berasiz. 200 ming 32 dan 32 dani buni ikkitasi 46. Bo'ladimi? Hech kimlar savdolashmadimi? Sizni qo'ldaningiz chiroyli. Balandroq qo'ydingiz. Bo'ladimi? Dastlabki qilib berasiz. unda ancha bizga Mayli. boshqa qolasiz. Telefon qilsangiz do'qingiz ish bitadi. Telefon nomerni aytib qo'ying. 95lik 95lik 429 429 50 50. 50 aloqachi qo'raslar. Ular zot qanaqa? Zotda arasha yedirib chachishgan bular. Arasha edi bir chachishga varianti bor mana. Ular uzun yirik versiyalar ekan. Bir qochar bo'lsa qochadimi? Uni egasidan qo'shib Ikkitasi qochadi, ikkitasi qochmaydi. ikkitasi boqib yurishadi. Mehmonlar Qachishni ko'rsatib qo'yasizlar. Ishonmadi mana shu qo'zillar. qo'zg'olga aka hali qo'zi mana. Katta qo'zi ekan. Bunisini ham. Bu metrga kilodan qo'yiladi. Gap yo'q. Ikkita qo'zi nechta bo'ldi? Olindimi? Nechta bo'ldi aka? 3 million 200. Qo'chqarmi? Qo'chqar. Arzon bo'libdi. Arzon. Tashqi parazitga. Bu nech puldan bo'ldi aka? Ha bu qimmat oldu. Qancha? 2 million. 3 million qo'chqarmi? 1,5 dan. Arzon, haqiqatda zo'r qo'chqor o'zi. 1,5 dan. Bu yerda faqat boshqa qo'zilar, mayda juda qo'zilar o'ta ko'p. Mana, zo'rladi. Aka buni nech million qilib berasiz bir chek olishsa? Hammasini bitta o'qitdim. Qochi bor, buning ichida erkak. Aralashib o'qitdim. Buyog'i suyog'i bitta. 1 million 600 ming so'm. Aka 1,5 ming hozir sotildi. O'sha qo'chqor solib ketaversin. Dastlabkasiz bo'yningizga bo'ladi aka. Shu vaqtda bo'ylab qo'ya olasiz. To'g'risi bu dehqonlar dastlabki qilishga ham o'ylanishadi. 1,5 dan qilib berasiz. Bo'ladimi? Bu telefon nomerni ayting. 94lik 311 74 aloqachi qo'rasizlar, akalar, ukalar. Xudo xolasa yaxshilardan mana zo'rlaridan. 1,5 million so'mdan qo'zi mana yiriklaridan bor ekan bu yog'i, haqiqiy yaxshilaridan. Qiziqqanlarga tavsiya qilaman. Puli yengil, arzon. Haqiqiy zo'rlaridan mana. Tez yasaman. Edemada 9 ham berma onu. 9 ham berma. Mana qurbonlikka qo'chqor so'raganlarga semizlaridan ham chiqaring deganlar, semizlari ham go'shtdor.
zo'rlardan ekanda. Biz ko'rgan odam bitta biladi. Zo'rlardan, semiz qo'chqorlar. Aka, bularni necha puldan deyapsiz? Ulardagi 5 milliondan baho aytyapman. 4 million 600 mingdan hammasi 46 millionga savdosi bo'ldiga bermadi. Berganingiz yo'q. Yo'q, berganimiz yo'q. Dastlabki qilib beraverasizmi? Dastlabki qilib beramiz aka. Bo'ldi, aka, telefon nomerini qo'yib qo'ying. 95lik 95lik 988 988 72 82 aka. 72 82. Ama bular dehqon arzonroq berishadi. Muzaffarus. Yengil berishadi ama haqiqiy semiz boqilgan ekan. Yemlangan. Qurbonlik qiladiganlarga tavsiya qilaman mashq qo'zlar, lekin badani zo'r, dahshat. Dumbalari ham cho'tki ekan. Arziydi qo'yga. Dahshat. Qaysi biri yo'qsa, allaqancha xonasin ajratib video ham qilib berishaveradi. Beş milyondan kami bor ekan. Aka, bu yiltira qo'zlarni necha puldan deysiz? Narxini necha puldan deyapsizmi? 22 dan. 22 dan. Bu telefon nomerda 93'lük. 93'lik 226 226 31 71. 31 70'lik. Oraslar narx tushgansiz aka? Şu an. Yiltir qo'zi bakalım. Qaysi biri sotdi aka? Dehqon, bir bas. Siz foydalansizlar. Yo'q, bu boda biz olsa. Bersa alba. Nechi pul? Peki hocam 16'dan iş yap. 1 million 600